Assalamu alaikum Uyghur qarindoshlar. Hali uzun vaqt bo'ldi video ishlamadim. Vaqtim bo'lmadi. Bugun Amerika, Xitoy vakillar uyining Alyaskada bo'lgan suhbat haqida tahlillerimni Uyghur qarindoshlarim bilan o'rtoqlashmak istedim. Chunki bu ko'rishma Uyg'urlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Yani ayının 17 Mart günü Amerika'nın teklifi bilen, yani bu Biden hükümetinin Xitoy bilen diyalog içinde turuş, yani biraz yumuşak muamele kılış istigi bilen Amerika Xitoy vekillerini, yani Alyaska'da görüşke teklif kıldı. Yani Amerika öy sahipliği öy igisi buluş süpütü bilen Xitoyni teklif kıldı. Biroq Xitoyla öy igisinin sağam dostxonini buzub çeçip, hatta öy igisininki meyman qo'g'ichi, hurmat qiluvchi öy igisinin yüzüge tükürdü desek mi buludu. Mushunchilik hurmatsizlik qildi. Bir devletke xos, diplomatiyaga xos pozitsiyada bo'lmadi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken ve Amerika Devlet Mudofaa ministri Xitoyning yani pilot büro a'zosi tashqi ishlardan sorumlu, yani tashqi ishlarga, Xitoyning tashqi ishlarga mas'ul en yüksek mevkide bo'lgan Yang Jiechi ve Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi Alyaska'ya geldi ve bir arada bular söhbetin ilgiri muhbirlarga bayonotnomada bulundu. Amerika'nın aldıdan körüşken, pütüşken anlaşması da 2 minuttan sözleş onundan keyin resmi muhbirlarni ketkizib etip söhbetke olturuş bildirilgen bo'lsa-mu, bununla Amerika vekilleri, yani Amerika Tashqi ishlar ministri, Amerika Devlet Mudofaa ministri 2 minutdan sözledi. Amerika Tashqi ishlar ministri Uyghur meselesini, Hong Kong meselesini, Tayvan meselesini o'ttirib qo'ydi. Yani Xitoyning Sharqiy Turkistonda bo'lgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, gerçi bunu aşkar edilmegen bo'lsa-mu, ularning inson huquqlarini berish, Hong Kongning oliy avtonomiya huquqini qaytarib berish, Tayvanga tahdid solmaslik ve tor hücumunu Amerika'ya karşı to'xtatish haqidagi so'zini nayt yumshoq Xitoyga bildirgan bo'ldi. Ama Xitoy vekili Yang Jiechi ağzını açtı, 16 minut hiç toxtamay sözledi ve Amerikalık bu söhbet vekilleri Xitoychini bilmegechken ular nima deganini anlamay oltadı. Çünkü arada tercüman qilma fursat bermedi. Çünkü anlab qalsa bular arada meni to'xtatib etadi o sözümni degan bo'lishi mumkin. Xitoylar buningda tayyorlik qilib kelgan. Ve asaslığı Xitoy xuddi o Junyan Denштейda Xitoyga propaganda tashviq qilganga o'xshash ularga 200 yıl, yani Xitoy Kommunistik Partiyasining qurilganligining 100 yilligi, Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilganligining 100 yilligi, 200 yıllık planda qandaq nuqtaga keladiganligini so'zlashdan beraber Amerika'nın Xitoyning ichki ishlarga aralashishiga salohiyati hem kuchinin yo'qligini ochiq oshkora so'zladi. Bu hech qanday diplomatiyalik, davlat rahbarlik salohiyatiga uygun bo'lmagan lükçeklik, kökemlilik, bir ko'chadagi kökemli lükçeklerinin deydigan gapini bu yerde Ali söhbette
o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ya'ni Amerika tashqi ishlar ministri Blinkenning yaxshi niyatini suiiste'mol qilib, uning yuziga tukagandek bir ish bo'ldi. Bu yana Amerika bilan Xitoy o'rtasida buningdan keyin vaziyatning taxmin keskinlashadiganligini, so'q savaşning, ya'ni so'q urushning rasmiy boshlanadiganligidan bir bishorat. Hatta Yang Jiechi dediki, Xitoy 1901-yilgi Shinchu anlaşmasına imza etishga mecbur qolgan Xitoy emas dedi. Yani Xitoyning nihoyatda kuchli ekanligini ve Amerika'nınki Xitoyning ichki ishlarga aralashishga haddi yo'qligini ochiq oshkora o'tirib qo'ydi ve qattiq raddiya bergan bo'ldi Amerika vakillariga. Onundan keyin Wang Yi, yani 3-4 minut, o da bir nimalarni dedi. Ahirda Blinken, Amerika tashqi ishlar ministri, yana nihoyatda diplomatiyalik axloq bilan, nihoyatda yumshoq holda bu o'zininki, yani Amerika'nın ahvolini anlatgan bo'ldi. Chunki Yang Jiechi söz arasida Amerika'nın qaralarni kırıp toplu qirg'inchilikqa tabi tutganligini, Amerika'nınki o'zining tarixda qolgan jinoyatlari bo'lganligini asonliq millatlarga, Amerika diplomasiyasidan, Amerika demokratiyasidan, Amerika xalqi memnun emasligini, Amerika g'arb davlatlariga vakillik qilolmaydiganligini, faqatla Amerika hukumatiga vakillik qiladiganligini so'zlab, bu qattiq pozitsiyada bo'lganligi uchun Blinken onunla cevap veriş mecburiyetinde kaldı ve cevap bergendi bu. Xitoyning eyvini yüzge umay, bizdinki tarixda hatalarımız bo'ldi. Ama demokratiyada hatani tuzutish jarayonida texmi mükemmel halga keldik dedi. Aslında bu Xitoyni sen hatalarını tuzutib mükemmel halga kel bizga o'xshash demekçi. Ama Xitoylar bunu anlamaydı. Xitoylar yaxshi gapdan, bundaq güzel sözlerden ne tushunadigan bir Xitoy emas. Bugungi Xitoymi, tarixdagi Xitoylarmi bundaq yaxshi gaplardan anglagan emas. Xitoyning tashviqot mashinalari, ya'ni bu Xinhuaxi, Renminbo ve başka televizyonları bularning sözlerini, yani Xitoy bu Yang Jiechi'ninki sözlerini nihoyatda maqtab, Amerika'nın edebini qandaq berganligini nihoyat keng ko'lamda tashviq qilmoqda şu anda. Endi bu ko'rishma bo'lishdan oldida Xitoylar bu Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'ydiganligini Amerika'nın biletdi. Şuna bir hafta burun Wang Yang, yani Xitoyninki siyasi bürosunun a'zosi, Xitoyning 3-chi adimi da, yani 3-chi bir boshliq siyosiy kengashning mas'uli bo'lgan Wang Yang bu hali uzun yillardan beri, shu Xinjiangga kelgandan beri Xinjiang xizmatlarga mas'ul degan sifat bilan bir qancha qatim Sharqi Turkistonga keldi ve u yerdagi Xitoyning Xinjiangning xizmatlarini ko'zdan kechirdi. Bu qatimmi bu Alyaskadagi suhbat bo'lishdan bir hafta burun Sharqi Turkistonga keldi Wang Yang. Kelib tekshirish olib borgandan keyin u Xinjiangda elib berilayotgan xizmatlar nihoyat yaxshi bo'lganligi, buningdan keyinmi ching tutib ijro qilinishi kerakligini, Bingtuanning endi shimoldan emas, janubga tez ilgarilab, janubda kuchli holga kelishning lozimligini ta'kidladi. Yani bu demek
Uyg'urlardan öldürülgen, turmuğu sulangan, kamplarga sulangan, ichkirlarga öğretilgen, milyonlagan Uyg'urlardan boşalgan Sharqi Turkistonning topraklarga bin tuanning Xitoylarini ekilip yerleştiringlar degan gap. Yani Şinjan'da ebedi eminlikka eriş için bin tuanning Sharqi Turkistonning janubida tez ve keng doirada yerleştirishning zarurligini ta'kidladi. Çinchuango'nun maqsadi ve Çinchuango'nunki irqiy qirg'inchiligining aqsida biz bor dedi. Yani onun siyosati to'g'ri, buni qat'iy davomlashtirish kerak dedi. Wang Yang Xitoy ichidagi eng islohotchi bir qadar mo'ditil degan bir rahbarlarning biri. Ama milliy masalada Xitoyning solchusimi, o'ngchisimi, mo'ditilimi o'xshash farq etmaydi. Endi bu mu hem Uyg'urlarga hem Amerikaga bir signaldi. Sen bizden uğraşma. Biz nima qilsak qilamiz dedi. Yang Jiechi'ninki sizlar qaralarni, nigirlarni milliy qirg'inchilik qildinglar nigirlarga qarshi deb uchiq aytdi. Bu nima degan gap? Bizmi Uyg'urlarni milliy qirg'inchilik qilgan bo'lsak, sizlar buni qilgan, biz endi qilyapmiz. Buningga og'zingni ocholmaysan deganligi. Ya'ni biz qilmadik demedi. Yani Amerika'nın tarihte qaralarga ne kemsitish hem ularga nispeten bo'lgan milliy irqiy kemsitishlarni yuziga sep turib bizga og'zini ochma dedi. Yani biz bu qirg'inchilikni davom etamiz dedi. Haqiqatanmi Wang Yang Beijingga qaytmas Sharqi Turkistonda, Urumchida, G'oljida ve Janubda, Turpan'da her yerde yaş ballarını tutup gidiyordu. Bulup mu? Ayının 17, 18, 19, 20. külleri. Yani Alyaska'daki söhbet devam ediyorken küllerde işsiz, işkirge, işçilikka, mecburi, kul işçilikka ep berişka. Yani atanızı unutmagan, biz balımızın meşede, özümüzün yanında turudu, işsiz bolsun biz bakımız deb ep qalgan. Ballarni, yani işsiz qalgan, o'rta maktabni bitkizgan, to'liq o'rta maktabni bitkizgan, universitetni bitkizgan, ama ish yo'q. Bekor qalgan yosh bolalarning hammani tutib ep ketyotdi. Chunki bular bizga qarshi bir ish qiladi. Xitoylar zaten yaqinqi yillardan beri 15-16 yaştan ötüp 17 yaşga qadam qo'ygan bolalarning, Uyg'ur bolalarning hammasini bir bağınlar bilan tutib yo'qotyapti. Hozirmi 17 yoshning ustidagi ve maktab bitkizgan, ama qul ishchilikqa ota-onasi bermay biz bolalarimizni o'zimiz boqamiz deb uyda tutayotgan bolalarni, yosh Uyg'ur bolalarini tutyapti. Bu mushu bir hafta ichida naydi jiq Uyg'ur bolalari tutib ketdi. Yurt dışidagi yani memlekette tuqqanlar bilan aloqa qilishadigan Uyg'urlarmi bunu biladi şu anda. Ko'pi bir nima demay turadi, ama yani aloqa qilish imkoni bo'la, aloqa qilib ko'rsa bo'ladi. Yani qanchalik odamning tutilganligi bundan bilinadi. Yani Xitoylar sen deganingni deva, biz qilganimizni qilaveramiz. Devatidi, Xitoy buningla mı qolgani yo'q? Xitoy Amerikaga Uyg'urlarga uchun nima desang de biz bularni o'ltiramiz deb ham qolmay, Tayvan meselesinde Xitoyning bir generali chiqib, Tayvanni bir yil ichida ishg'ol qilamiz, cho'ng quruqlikqa qatamiz dedi. Yani şu nimadagi Alyaskadagi suhbat bo'lishdan bir hafta burun. Onundan mı çoğun bir general çıkıp, Xitoyning generali, yok, bir yıl nihayeti uzak. Bir ay içinde hal kılımız Tayvan meselesini. Bir ay içinde işgal kılımız dedi. Onundan mı üstün bir general çıkıp, bir ay mı uzak. Hatta bir haftada hal kılışımız mümkün dedi. Bu Amerika'ya tehditti. Sen
biz bilen hepleşsem Tayvan'ı biz bir haftada kirip hücum kılıp alamayız. Haddini bil. Degan bir signaldı. Bunu aşkarı oturup koydu. Xitay matbuatlarda oturup çıktı. Xitayning maksidi yalnızla Tayvan emas. Hong Kong'ni tamamen o'ziga qatib oldi. Endi navbat Tayvanda devatdı. Ama Tayvan Xitayning Janubiy dengizni kontrol qilishning bir parchasi. Xitay bütün Janubiy dengizni, yani 3 milyon kvadrat kilometr zemin. Yani Türkiye 4 tane Türkiye'ye beraber bir deniz, halkaralık dengizni üzerinden kılman devatdı. Hiçbir zaman Xitayning boğan emas. Tayvan bu Janubiy deniz mi? Hiçbir zaman Xitayga tava boğan emas. Tayvan öz aldığa bir rayondu. Mençin zamanında mı Xitayning tavaligida boğan emas. 1874 yılı Japonya'nınki bir baj toplaydigan 11-12 kişilik bir heyeti denizde ezip gelip Tayvan'a çıkıp kaladı. Yani Tayvan'ın kırgığı berip kaladı. O vaxtda şu Tayvan'ın yerli halkı bulançı iken bir yerden kelgen chet ellik dep ularni tutup öldürüp etdi. Şunun bilen Japonlar bu Xitayning zemini buluşı mümkün dep Tayvan'ni Xitayga mençin hükümetiga narazilik bildirdi. Bu 11 adamның kan bedelini tüleysen, bu senin adamların bu 11 tane bu baj kadrimizni öldürüp etti. Degendikin Xitaylar resmi onunla cevap verip o ya bizning zeminimiz emas. Biz tunamaymiz ularni. Şunu nima deb biz onunki qankazini biz tulaydi ekanmiz deb Yaponiyaga resmi yani yazma bilen cevap verdi. Bugün bu oturuda ba Japonya'nın koluda ba resmi hüccetle. Onun dikin Japonya kilip Tayvan'da basıdı. Yani 1874 yılı. 1884 yılı resmi Japonya'nınki zemini deb ilan kılıdı ve 1945 yılı Japonya teslim boğandan keyin Tayvan'ni Amerika Xitayga berip etdi. O yerda asli Xitay köçmelleri var ayeti az. Ama Yapon köçmellerin ayeti köp. Yerli halk şundaqdı. Lakin bu Gomin'dan kaçkandan keyin Xitaylarning ayeti köpeydi. Bugün bu Tayvan bizden deb Tayvan gelememiz Amerikaga tahdid sevatdı. Aslida Tayvanni Xitayga bergan Amerika. Hatta Xitayni o vaqtki 2. Dünya urushidan keyin Birleşmiş Devletlerninki daimi a'zoligiga elishiga boshqa davlatlar qarshi turgan bo'lsa-mu, Amerika chin turgan. Xitayni alaylik, bu cho'ng davlat nüfusi jiq. deb. Xitayni Birleşmiş Milletler a'zoligiga oldi 1948'da. Bir yıldan keyin bu Gomin'dan kaçtı Tayvan'a. Ama keyin bu 79. yılda yani 72. yılı kuruşkandan keyin 79. yılı Xitay bilan diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin Amerika onun da burun zaten Xitay Komünistik Partisi'ni Birleşmiş Milletler'in daimi a'zoligiga kirdi. Bunu qilgan hammasi Amerika. Hatta bugünkü Hindistan 1950 yılı 48'de hatta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın daimi a'zoligiga ekireyli Hindistan ne dese nihro karşı çıkan. Yok. Xitay'daki muşundak çoğun bir devlet Xitaylık Cumhuriyet Cumhuriyeti'deki Birleşmiş Milletler daimi a'zasının sırtında kalan bir şaraitte biz bununla narazılık bildirimiz, biz mi kirmeyimiz de. Bugün Hindistan'ın mı? Annesini küzüğü kök üsteydi avatıdı Xitay. Yani Hindistan zaten Birleşmiş Milletler'in daimi
a'zosi emas. Zaten fursatni qochirdi, uzrat etgan 1950-yili. Bugun Hindistonning beshiga balo bo'lyapti. Amerikaning beshiga balo bo'lyapti. Shu Xitoy. Ammo Xitoylar yana chotni xato so'qyapti. Yang Jiechi u yerda dedi suhbatda. Bugungi Xitoy 1901-yilgi Shinchu shartnomasiga imzo etishga majbur qolgan Xitoy emas dedi. 1900'da Yıxıtvan, Xitaylar Yıxıtvan deydi, chet elliklar boksör inqilobi deydi. Yabancılarni o'ltirib, urib, so'qab, Beijingga kirib, oldi bilan German elchixonasini ko'ydirib, boshqa elchixonalarni ko'ydirib, isyon qilgandan keyin o zamanki Manchun hukumati siz Xitoyga 10 necha chet el davlatiga urush e'lon qildi. Yaman bo'lsang kel. deb. 8 davlat birlashma armiyasi 10 necha ming armiya 20 mingga yetmaydi. Shu vaqtda Xitoyninki milyondan ortiq armiyasi bor. Kelib Tianjinni ishg'ol qildi, aqsini Beijingni ishg'ol qildi, Xitoyninki yerimini degidek ishg'ol qildi. Siz Xitoyga bu poytaxtni Shinanga qochib berib, Shinanni poytaxt qildi. Ammo 10 necha ming askarga milyon Xitoyning askari teng keladigan emas. O vaqtida Beijingdagi harbiy o'sha iskilotni echib, shu vaqtdagi o'sha Angliyaning, Amerikaning generallari, Yaponiyaning qarasa, bularning quldi shundoq zamonaviy qurollar bor. Bular Shangangdan, ya'ni Shangang orqali İngilizlardan setib olgan qurollar. Eng zamonaviy qurollar. Shu qurollarni ishlatgan bo'lsa, ishlatkichik odami bo'lgan, askari bo'lgan bo'lsa, yana ular bu nimani davlatni saqlab qoladi ekan, bizning kuchimiz yetmaydi ekan deb hayron qolgan. Ammo shu vaqtdami shu zamonaviy qurollarni ishlatishni bilgan, ashundaq intizomga ega Xitoy armiyasi bo'lgan emas. Chiriklik shu vaqtdami bo'ldi, bugungiga o'xshash. Hatta Şangang'da 1942-yili şu Xitoy bilan İngilizlar arasida urush bo'lganda Hindistonlik 2000 askar, Angliyalik 4000 askar bilan kelib milyon Xitoy askarini vayron qilgandi. Shangangni olgandi, 5-6 cho'ng shaharning portlarini İngiliz savdogarlarga shastsiz ochgandi. Apyonni, Hindistonda tergan apyonlarni Xitoyning ichida keng ko'lamda setishga shartnomada ma'qul bo'lgan Xitoy. Uningdan keyin 1856-1862-yili Fransiya bilan Angliya yana bir qatam o'di Xitoyni. Chunki Angliyaning 1856-yili Angliyaning bir paraxotini ko'ydagandi Xitoylar. Mushu Xitoy dengizi kirgan bir paraxotni, yurayotgan paraxot. Texmi ko'p dengiz bo'ylaridagi butun shaharlarni egalladi va u yana tümür yollarının hammasini bular İngilizlar, Almanlar, hatta Ruslar egallab, tümür yol silib o'zi ishlatdi. Xitoyni malay qilib ishlatdi, qo'l qilib ishlatdi. Bugun bu Xitoy o'zini cho'ng biladi. Ammo bir oilada bir bola, bir bolaning yana bir bolasi. Bir balalıklar çoğunluk bir yeri vardı şu anda. Bu Xitoy urcalamdı. Ular yalğızlar Uygurlarını, yani aciz Uygurlarını, kolada hiç kandak tümünün sonuğu bombagan Uygurlarını, Tibetliklerini öldüreleydi. Bular Xitoylar hiçbir zaman şartnamaya, kilişimlerge emel kalgan bir devlet emas. Eğer kilişimge qonunga amal qiladigan bir davlat bo'lgan bo'lsa, 1955'te Uyg'ur Abdunum rayoni, ya'ni Zijichuy degan o'zini idora qiladigan rayon degan gap. Bir kun Uyg'urlarga berdimi bu huquqni? Tashqi jihatda Hong Kongda 1985-yili Angliya bilan Shangangning
tüzümü 50 yıl muşunda kalıdı dep anlaşma yapkan. 23 yıl boğanda Xitayga qaytırıp 1997 yılda qaytırıp berdi. Yırtıp taşladı. Angliya dedi bunu yırtıp taşladın. Emel kılman lazım. Xitayning başlıkları Xi Jinping nime dedi? O tarihte kaldı dedi. Xalqaro shartnomalarga hech imzo, yani emel qilgan davlat emas. Xitoy kuchdan anglaydi. Yaxshi axloqdan, qoidadan, qonundan emas. Bu qitim Amerika yani yeni hükümet Biden hükümeti Xitoyning ish yuzini anlığını tushungani yaxshi bo'ldi. Meningcha bu qitimqi ko'rishma Uyg'urlar uchun xushallanarli bir natijaga erishdi deyman. Chunki Xitoy bilan Amerikaning orasi echilmay turib, kuchli dushmanlashmay turib, Uyg'urlarni hayotda qalamdikin, Uyg'ur millati hayotda qalamdikin deb hamxiyol qilishga bo'lmaydi. Xitoy Sharqiy Turkistonda birmi Uyg'ur qamig'icha, eng oxirgi Uyg'urni yo'qotmoqchi tilim topmaydi. Tarixda Türk qavmlarining ziminida ilgirlab Xitoy mushunda kuchaygan. Bugunmi oldi bilan Uyg'urlarni, uningdan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmanistonni Hazar dengiziga qadar Xitoyning plani var. Yalnız bu yerda to'xtab qilish niyati yo'q. Nüfus ko'chirishda, askar turg'izishda, Bintonni kuchaytirishda hammasi shu plan. Sharqiy Turkistonda nima yatırım qilyapti Xitoylar? Nima mablag' solyapti? Yo'lga, temir yo'lga, ana aeroportlarga bu askar to'shish, uning boyligini Xitoyga opirish, Xitoydan askar ve arqsab mallarını tuş üçün muşunun qılam yani meblag savatıdı. Meblag selip Uygurlarını bir zavodga uğurlaştığını var mı? Meblag selip Uygurlarının ki turmuşunu yaxşılığını var mı? Ondaq turmuşunu yaxşılaydigan işlarga, xalqqa şafaat qildigan işlarga Xitoylar hech bir zaman meblag salmaydi. Qo'lida meblag bor Uygurlarning qo'lidagi pullarni ajnab tortib oladi, yig'ib oladi, apirib kamplarda sulab o'ltirdi, yo'qtadi. Xitoyning siyosati o'zgarmaydi. Yang Zemishen'ning, Shinsey'ning, Kuomintangning, Gongsandanning. Buningdan keyin Gongsandan yo'qab bir demokratik hokimiyat kelsin bu 3-5 yil biroz yumshagandek ko'ringan bilan tüp siyosati Uyg'urlarni yo'qotish siyosati. Hech bir zaman o'zgarmaydi. Shunga Amerika Xitoyni bundaq besham, yani Uyg'urcha yerlik sözümüzde toxu boqa deymiz. Başındaq lükçek qiyafeti bilan o Amerika'daki medeni diplomatlarının nima deyishini bilinmay qoldik. Shundaq og'zidan o'qanayti ig'ir gaplar chiqdi. Yana Blinken Amerika'nın tashqi ishlar ministri Xitoyga qattiq zarba berish yeriga sen to'xtat soyqarimni. Milliy qirg'inchilikni. Şangangda emel qilsan kelishmaga. Qilmasan haddingni bilasan. Ko'rasan ko'rdig'ingni. Tayvanga tegib baq degandek gaplarni qilmaydi, ammo biraz ta'ditkor bo'lsaydi Xitoy quyruqni qisatdi. Ammo yana yumshoq gap qildi. Amerikaning davlat mudofaa ministri vay biz Xitoy bilan bundaq urushish, to'qinish paydo qilish niyatimiz yo'q. Raqobatlashishimiz, ammo urush qilish niyatimiz yo'q deb yumshoq gap qildi. Bu Amerikaning ojizligi deb biladi bunday gaplarni Xitoylar. Uningdan keyin ikkinchi qatim so'z olgandimi, bu Amerikaningki davlat mudofaa ministri, bizningki yani Marsqa biz o'zimizning yangi texnologiyani chiqardik, undaq deb yurdi.
Ya Xitoy bilan bo'lgan suhbat desam, Marsning nima ishi? Ben hayron qoldim yani. Askeri kuchingni sen Xitoyga ko'rsatmang lozim. Ama Mars bu kadar Amerika'ga, yani Amerika hükümetini, Amerika halkını, Amerika devletini yerden yere vurup bu kadar hakaret kıvassa asmandan, aydın, Mars'tan gap qilishning ki haceti bam eti bir yerde. Belki ula Xitoyning bundaq Yang Jiechining ki Wang Yining bundaq hazırlık, tayyorlik bilan kelib bularga hujum qildiganligini bular bilmagan bo'lishi mumkin. Biraz gangirab qolgan bo'lishi mumkin dedim. Yani nima deyishni bilinmay, bular yaxshi niyat bilan kelgachga Xitoy bilan mumkin qadar aramizni bozmay, bir qadar suhbat qilib turib masalani hal qilaylik degan niyatda kelgani uchun bir de bunu teklif qilgan Amerika hukumati. Amerika yaxshi niyat bilan Xitoyni teklif qildi. Xitoy buni teklif qilgani yo'q. Kelib mehmon bo'lib uygisini shunday haqorat qilib ketdi. Ammo maxfiy suhbatdimi? Din keyin hech barabar birga resimga tushgan yoki o'rtaq bir bayonot e'lon qilgan yoki bir birga yani muxbirlarga ko'ringan hech qanday ko'rinish yo'q. Hech qanday bir bayonot yo'q. Demak, ixtilof intayin keskinleşti. Xitoyning Yang Jiechining, Wang Yining qilgan so'zlarini Amerika xalqimi, Amerika hukumatimi, Amerika davlatimi qabul qilishi mumkin emas. Agar g'urur ularni bo'ladigan bo'lsa, yavaş bo'lib ketdi deb tashviq qiladi. Bütün Xitoylar ijtimoiy taratqularda qo'shilib hozir Yang Jiechini, Wang Yini bir milliy qahramon, go'yoki Amerikani elib bütün Amerikani Xitoyning tuprog'iga qilgandek mushundaq xo'shallik bilan yezishyapti Xitoylar. Yani bu Xi Jinping'ninki bularga o'rlashtirishi. Wang Yi tunji bo'lib Xi Jinping'ninki asarlarini nashr qildirib, tashqi ishlar ministri kadrlarga, elchixonalarga taqatgan odam. Faqatla xushomat bilan mush mavqega kelgan. Bu Xitoylar Xi Jinping'ninki o'rlashtirishi bilan mana qilinglar deganini qildi. Chunki Xi Jinping o'zini kuchli biladi. Xi Jinping taxtga kelgan 2013 yilning oxirida taxtga kelgan. Hozirgi raisligida o'ltirdi. O vaqtida Obama vardı Amerika'da. Obama bu Xi Jinping bilan ko'rishgan vaqtida Janubiy dengizni qurolsiz halda tutmamız lazım. Sizlar bu yani to'ldigan orollarni qurol yerleştirmanglar dedi. Xi Jinping biz sizning oldingizda dunyoning oldida söz beraman, abadiy bu yerlar qurol ekirmaymiz. Qurolsiz qoladi dedi. Obama ketdi. 3 yildan keyin bu yerlarga o'ttiri va yaqin uzun menzillik 10 necha orolga Xitoylar to'ldigan Janubiy dengiz orollarga raketalarni qo'ndadi. Xitoy sizda turamdi ekan. Onundan keyin Obama ketdi. Ondan keyin bir hakimiyetlik geçti. Biden geldi. Ama Xi Jinping turmadı. Xitoylar demokratiyani nəhayət aciz bir tüzüm deb biladi. Şuna Yang Jiechi söhbətdə dedi, Amerika demokrasiyadan Amerika xalqımı narazı dedi. Sen nereden bilirsən xalqın demokratiyadan narazı olğanlığını? Demek ular demokratiyadan narazı bizning diktatorumuzga muhtaç Amerika xalqımı. Degan ma'no chiqadi bu gapdan. Biz kuchlik. Mana bir boshliq keladi, 10 yillab turdi. Sizlarda bugun so'zlaysan, aytib ketsan. Deydi. Shu
Blinken, hozirgi tashqi ishlar ministri Amerikaning, ta Clinton zamonidan boshlab tashqi ishlar ministrligida ishlagan nihoyatda tajribali bir rahbar. O o'zininki diplomatik axloqini, madaniyatini yo'qotmay, nihoyatda kamtarlik bilan masalani o'tirib qo'ydi, ammo Xitoylar bunga nihoyatda qattiq pozitsiya qo'llandi. Ama netince olarak, yani netince süptede Uygurlar için nihoyatda yaxshi netince oldu. Xitoy bilan Amerika'nın arası hem de tüzelmeydiğen bir soğuk uruş devreye girdi. Amerika özünün gücünü seferber kılsa, harbiy gücünü seferber kılsa, müttefiklerinin yani dost devletlerinin gücünü seferber kılsa, Avrupa'nın gücünü seferber kılsa, seferber kılıdığan kabiliyet ve gücü var. Xitoyni bayqagan mı Amerika? Xitoyni çökürdiğen mı Amerika? Tarixda men bayatdan dep ötdim. 1901 yılı 8 devlet kilip Xitoyni boysundigan vaqtida, Xitoyni teslim qilgan vaqtida, şu shartnomada 250 milyon yani Angliya pond sterlini karşılığında altın, gümüş 8 devletke, öteşke Mençin hükümeti imza atkan. Bunu başka devletler hemmesi yılları bölüp aldı köpünçesine eptik etti. Ama Amerika ağam pulunu Xitay'dan şu uruş çıkımını yığıp Xitay'a Çinhua daşını kurup bergen. Xitay'dan apırıp okutkan ballarını keyin şu Xitaylarını ekilip Çinhua daşı'na müəllim kalgan. Şu yaxşılıktan kalgan Amerika. Bugün Amerika'nın yüzüge o zamanki Xitay 1900 yılki, 1901 yılki Xitay bugün yok dedi yüzüge. 79 yıldan keyin Amerika teknolojisi, Amerika'nın pulu, Amerika'nın iş adamları Xitay'da mıgıldap gitti. Xitay'nın melinin %35-40'ını Amerika aldı. Avrupa aldı. Xitay'ni küçeytken, bugünkü günge ekelgen, semirtken Amerika oldu. Hazır Xitay nemi davatıdı o? Hatta Elon Musk Şanghay'da bir elektriklik maşını zavodi kurdu. Milyar dolar harcayıp. Xitay tığı ötken yaptı, ilan kıldı. Xitay armiysi. Xitay armiysi boğan raylarga Tesla harbi kiremeydi dedi. Yaklaşamaydı dedi. Hatta Xitay onun setiştimi çekilişi mümkün. Amerika rezervi vermek için. Çünkü o Amerika pukrası. Gerçi Cenubi Amerika'da doğulup şehirde oturmakta, lisanı tuluq oturmaktan pütküzüp keyin Amerika'ya bağlan bolsun. Bu mu bir yaxşı iş? Xitay nihoyatda küranglab ketyapti. Uyg'urlarda bir temsili var ya, boquni öküretken ishga tashaq deydigan. Xitay ökürevatidi. Kuch insonlarni mi, davlatlarni mi ozdirdi. Xitay en ahiri bu kuch bilan o'zini yo'qotishga boradi. Uyg'urlar, Uyg'ur milleti hech bir zaman ümitsizlenmişsizligi lazım. Bizninki 1944 yılı kurulgan ve 49'da Ruslarning qo'li bilan yo'qotilgan Sharqiy Turkiston davlatining yo'qotishda Ruslarga Stalinga besim qilgan yana Amerika edi. Achsonning Aqtashlik kitobida bor. 1948-49 yilgi Aqtashlik kitobida Sharqiy Turkiston degan bir davlatning mavjud bo'lishiga kesinlikle yo'l qo'ymaymiz degan Achsonning o vaqtdagi tashqi ishlar ministrining so'zi bor. Xitoyni mashundaq semirtgan Amerika. Bugun Xitoy sen Tayvan, Janubiy dengiz haqida konuştun vaz kech.
özünün canını bak. Devatıdı. Bu neydi? Çok büyük hakaret Amerika'ya. Amerika halkı mı, Amerika devleti mi? Küçük bir devlet, gururluk bir halk. Xitay'ınki bu hakaretini YouTube böyle cim turuşu mümkün emas dep qarayman. Bu yüzden Uygur milleti hiçbir zaman royunu düşürmesligi, gelecekке ümit bilen bakışı ve bütün ruhi bilen, kütürengi ruhi bilen milli azatlık için kimnin nime kuludan kelse kılışı ya ki şunu kılıçka hazır turuşu gerek dep oylayman. Hiçbir zaman ruhimizni düşürmeyimiz. Ahiri Şerqi Türkistan Uygurlarning buludu. O yerde erkin, azade, müstakil Xitayning korkusuz yaşayımız. Gelecek evlatlarımız korkusuz, hür, azade, erkin yaşaydı.